Men qarang, Ismoil Abdurash degan trekker olibdi. Qaysi pulga oldi ekan? Bunaqa mashinani oylikka olmaydi. Ha, sen bilmas ekansan. Uni xotini ham ishlaydi. Ja katta oylik olmaydi o'zi. Qandaydir bir lekin halol ishlamayotgani aniq-da. Ha, uni qo'y. Mahalladagi eri o'lib qolgan opang bor. Kafeda ishlayapti ekan. Bu kafeda shunchaki ishlamayotgani aniq. Klientlarni ham xursand qilayotgan bo'lsa kerak. O'zi ham bir boshqacha narsa-da. Ha, to'g'ri aytasan. O'zing ham qiziqasan shekilli. Yo'q, qiziqishda emas. O'ylamaysanmi opangga bir ikkitasi gap sotsa, kattaroq pul taklif qilsa, ketib qolmaydi deb o'ylaysan? Juda ketadi-da, pulga muhtoj yo'q. Aha, to'g'ri aytasan. O'zi hamma narsa pulga muhtojlikdan kelib chiqadi-da. Ha, ana o'zingga o'xshading. Ha, o'lma. Hamma gap pulda-da, o'rtoq. Menga qaranglar akalar. Akalar, bu yerga erkaklar sartaroshxonasi deb yozib qo'yilgan g'iybatxona emas. Kiyib olgan kiyimlaring erkak kishining kiyimi, gapirayotgan gaplaring ayol kishining ishi bo'lyapti. Bu yerda erkaklarni o'rnini band qilganda, lozim ishdan keyin mahallani boshiga borib o'tirganlaring yaxshi. Xafa bo'lmanglar lekin.